Nazarbek Pushkinda 2-3 sotuvli, 2 etajli podvallari seli bo'lgan xonadonni ko'rsatamiz, obzor qilib. Bu yog'ini ko'rsanglar bo'ladi. Mana birinchi liniya Pushkin. Yangi mostdan shundoq to'g'ri chapga burilib kelasizlar. Bu yoq уже tovuq ferma tarafga qarab chiqib ketish. Mana zeleniy zonani ko'ryapsizlarmi? Juda ham katta zeleniy zonasi bor ekan bu xonadonimizni. Xo'p, xonadonimizning fasad qismi shu ko'rinishda bo'ladi. Ichki qismlarini ham video davomida qo'yib qo'yamiz, ko'raverasizlar. Batafsil to'liq videosini ham qo'yamiz. Yana ko'rib olasizlar. 2-3 sotuv bo'ldi, 7 ta xona, podvallari 2-3 ta xonaga ajratib bitirib qo'yilgan xonadon bo'ldi. Xudo xolisa 90% bitgan. Ozgina eshik qo'yadigan joylari bor, zinalarni qilib olish kerak. Xudo xolisa ozgina xarajat qoldi. Grubiy $10 ming atrofida xarajat qilsanglar, bu xonadonni Vabshe shikalat qilib bitirib olsanglar bo'ladi. Xudo xolisa fasad qismlarini ham bitirib olsangiz bo'ladi. Endi kimdir 15 ming ham ishlatishi mumkin. Endi cho'nchagiga qarab ishlataveradi. Hop, bu xonadonimizning narxi $172 ming bo'ldi. 4 ta sanuzul, bitta hojatxona, katel sistemalar hamma narsasini bitirib qo'yilgan. Remontlari ko'rasizlar juda ham zo'r holatda bo'lyapti. Xonalarni agar ozgina kam ko'slari bo'lsa, yana qarab bitirib beraman deyaptilar egalari. Xonadonimizning narxi 172 bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib, bemalol talashib, tortishib, savdosini qilib olsanglar bo'ladi, lekin juda ham baquvvat va sifatli mahsulotlarda qurilgan ekan bu xonadonimiz. Aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.